Sovet paytidagi trend bo'lgan shirinlikni tayinlaymiz. Ko'rinishidan sizlarga nimani eslatyapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bismillah, boshlaymiz. 3 ta tuxumni sarig'idan oqini ajratib olamiz. Shakar, mayonez soldim. Sizlar yog'li qaymoq solsanglar ham bo'ladi. Birinchi venchikda, keyin lopatkada va unni oz-ozdan solib qo'lda xamir qoramiz. Chuchvaraga xamir qorganga o'xshab sal qattiqroq xamir bo'lishi kerak. Qorgan xamirimizni tindirishga olib qo'yamiz. Agar sizni yoshingiz 20 dan oshgan bo'lsa, demak yoshligingizda bu shirinlikni yegan bo'lishingiz kerak. Tingan xamirimizni ikkiga bo'lamiz, yoyishga osonroq bo'lishi uchun 2 mm qalinlikda yoysanglar bo'ladi. Juda ham yuqa qilib yormanglar. Xamirimizni shu ketma-ketlikda taxlab va ura shaklida kesib olamiz. Qizib turgan duxovkada 170 gradusda 5 minutda pishib chiqadi. Duxovkamizdan uzoq ketmanglar, juda tez pishadi. Kuyib ketishi mumkin. Pishib chiqqan uralarimizni sovutamiz, ungacha bezak qilib olamiz. Tomoqni bir chimdim tuz bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ketidan ozgina-ozginadan shakar solib, qattiq pik bo'lguncha ko'pirtirib, ketidan sovigan xamirlarimizni solib, yengil aralashmamizdan bir qoshiqdan pergament solingan gaz listiga joylab chiqamiz. O'rtasiga nomiga chuqurcha qilib yong'oqlarimizni solib chiqamiz. Qizib turgan duxovkada 160 gradusda 20 minutda pishib chiqadi. Mazasi xrustyashий pechenye bo'ladi. Bir porsiyadan 14 ta dona pechenka chiqadi.